Bitta oshxona uchun mo'ljallangan mebellar yig'amiz. Bu balkon tarafga chiqarilgan ekan. Fasadlari akril, qolgan qismlari MDF bo'lyapti. Uyg'oq qilib berganmiz. Har bir xonada shkaf bor. Bu prixoshkamizda ko'rishingiz mumkin. Juda qilib chiroyli qilib quylarida joylari bor. Eshiklari ko'payib bo'lyapti, oynalari bor. Tortmalarini ko'rishingiz mumkin. Tashqaridan chiqqanda kravatini yozganmiz. Kravatimizning matrasi 1.90 ga 1.60. Yana bitta tumbasi bor. Mana pufiga. Ko'cha tarafga qarayman. Bu yerda 1.20 lik kupesh kopi bilan ikkita xonaga bir xilda tanlangan. Assalomu alaykum. Mayliga. Xayrli tong. Kravatimizni ko'rishingiz mumkin. Men tashqari mana bitta tosh oynasi bo'ladi. Tortmasi endi unutamiz. Kommentariylar yozib turinglar, biz javob berib turamiz. Mana eshikning rangiga moslab joylab olamiz. Assalomu alaykum, qadrli obunachilarimiz. Bugungi ishlarimizni davom ettiryapmiz. Hozir shu ko'p qavatli imoratlarga mebellarni yig'ishni davom ettiryapmiz. Rahmat, like, kommentariyalar uchun. Yaxshi yuribsizlarmi o'zingizlar? Ishlarimizni ko'rsatib boshlayman. Bu spanli kravatimiz shu xonaga moslab. Matrasi ortopedический matras. Bu uzunligi 1.90, eniga 1.60. Polisha materialidan qilganmiz. O'zini fasoni. Mana tashqari yonida tumbasi bor. Tumbasi ham oyoqlari temir oyoqdan qo'yilgan. Tortmalari davchkli. Materiali laminat MDF da sifatli. Yo'llarini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi qilib 2 cm lik porolonda yumshoq qilingan. Bundan tashqari mana o'ziga moslab tosh oyna uchun pufik qilib berganmiz. Sunnat hormaylar. Assalomu alaykum. Rahmat, salomat bo'ling. Pufiki. Hozir bu kravatimiz mexanizm orqali kapot mexanizmi ochiladi. Degan narsalarni solib qo'yish imkoni bor. Bu shu tosh oynasi uchun tumbasi. Uni devorga ilib beramiz. Ko'cha tarafga qaragan ekan. Bundan tashqari mana shu xonaga moslab shu razmerda eniga 1.20. Shkaf bo'lgan. Ikki xonali domga mebellarni jihozlab beryapmiz. Tepada shkafni ham ko'rishingiz mumkin. Katta qilib tashlab ketdik. Kerakli narsalarni solib qo'yishingiz mumkin. Mexanizmlari baquvvat. Mana bu endi mehmonxonasi. Butka uyg'oq qilib berganmiz. Bitta stoli bor, ikkita pufiga. Mana bu divanimiz mexanizm orqali chiqadi. Kravatdan qilsa bo'ladi. Divan kravat bo'ladi shunda. Bu yoqda oshxona uchun shkaflar yig'ilyapti. Kuxnya.
Bu balkonga qaragan taraf. Pechlar ham o'rnatilgan. Biz resividamiz biz. Laminat MDF'da bunaqa temir no'shkalar qo'yilyapti. Sizlar qanaqa takliflar bo'lsa bemalol yozaveringlar. Shu degani bu yerda kompyuterni qo'yib televizorni joy bu yerda. Mana bu yerga ham shkafga berganmiz. Eniga 1.30, balandlik 2,5 metr. Xuddi shu rangda, ya'ni kiraverishga mana 2 xonali uyimiz bo'lsa, beqo'shishga qilinyapti. Mana bitib qoldi, xudo xolisi. Eshiklar qo'yilyapti. Beqo'shganmiz ana. 4 ta kiyim ilish uchun bunga qo'yib berdik. Sevgan mana o'tirib oyoq kiyim kiyish imkoniyati bor. Mexanizmlarni ham ko'rishingiz mumkin. Sonlari kronkada. Bu narsani bu ko'ramiz. Instrumentlar bilan kiyamiz. Mametda endi oynasi bu devorga ilingan oynasi. Buni kiyamiz. Hop, bizning xizmatlarimiz shunaqa uylarga moslab, buyurtma asosida sifatli mebellar tayyorlab beramiz. Kim ishlarimizga qiziq bo'lsa, profillarimizga kirib bemalol tanishib chiqsanglar bo'ladi. Nomerimizni eslatib o'taman: 94 600 0019. Telegramdan ham yozsanglar bo'ladi. Menga ham yasab beringlar. Yasab beramiz. Biz o'z adresimiz Toshkent shahri Uchtepa tumanidamiz. Hozir bu qilinayotgan mebelimizni resivida domga qilib beramiz. 2 xonali. Domga 2 xonali uyga. Ikkinchi etaj. Ko'cha tarafga qaragan spansiyasi. Shu uyga boramiz. Razmeri moslab, nima xohlasanglar shunaqa dizaynda. Misol uchun bu kravatni yoqmayapti sizlarga, boshqacha kravat ham qilib bera olamiz, fasonini o'zgartirib. Endi bu yerda joy kichkina bo'lgani hisobiga 1.60 lik qilindi razmeri. 1.80 lik 2 metrli ham qilib beramiz endi. Hamma mebellarni o'zimiz tayyorlab kelib yig'ib beramiz. Hop, mebelimizni ham sanduqli qilganmiz. Mana bu devorchasini shuni ochib turib, kerakli narsalarni joylab qo'yish imkoni bor. Bu yoq tarafdan hammasi ochiladi. Bu yoq tarafda mexanizm bo'lib chiqadi, kravat holatga keladi. Endi buni bo'yi sal pastroq qildik. Nega? Mana bu yerda oyna ochilish hisobiga bo'yini sal pastroq tayyorlaymiz. Materiallari 10 xil svetda tayyorlab beramiz. Bundan boshqa ochiqroq svet, to'qroq svetlari ham bor. Materiali keladigan bo'lsa, Polsha materiali, moyishi material, paralonda 12 sm lik paralon qo'yilgan. Sifati yaxshi, garantiyalari bor. Buyurtma asosida tayyorlandi. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Tanishinglarga qo'yinglar. Yanada qiziqroq videolarni ko'rish uchun profilimga o'tib bemalol tanishib chiqsanglar bo'ladi. Divan kravat, divan transformer, devor obivka xizmatlari hammasi mavjud bizda. Keldimi? Besh minglab ko'rgan yaxshi qilib berdi.
nima deydi? Mavjudot bosib chiqqan. Uni nima bo'ladi? Ziyoddin aka, shu nomerlarni bitdim, bemalol Telegramga yozib javob beramiz. 94 600 0019. Hozir primoy efir yoqib qo'yganman, telefon qilsanglar ola olmayman. Hozir men sizlarga mana shu divanimizni mexanizmini ko'rsataman. Ishlatishni. Şu holatda divanimizni rahat holatda bo'ldi. Eniga 1.80, uzunligi 1.80. %28 joy bor. 128 ga 180. Bemalol. So'rarkanmiz, direkt nima qilamiz? Taqib olamiz. Yo'q, ham bor. Yo'qmi? Qan? Yo'q. Ikkita yostiq ham bor, kompyuterda. Bu yerga stol tushyapti. 1.20 ga 70 lik stol tushyapti. Telefon nomeri yozib qoldiraman, bemalol. Mexanizm, rossiyskiy mexanizmda karkaslari rossiyskiy Tavriko reykadan yig'ilgan, samarezda yig'ilgan, garantiyalari bor. Buyurtma asosida to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaramiz. Kimda qanaqa takliflar bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Nomerlarni hozir yozib qoldiraman. Nomerimizga ko'rindimi? Shunda ko'rib olaylik. Nomerimizni yozib qoldirdim. Norapa ko'rindimi? Nomeri yozdik. Ziyoddin aka 93lik 94lik nomerlarimiz. Biz telefoningdan shunda kiroqchi. Nomer ko'rindimi? Nomer ko'rindimi? Ha.
o'tirdik. Yana internetingiz yoqmadimi? Mana Instagram orqali bemalol shu zakaz asosida chiqqan mebellarimizni qilayotganlarni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Class Mebel uz. Shunaqa xizmatlarimiz bor. Sizlarga ko'rsatishim mumkin. Mijozlarimizni kuzatib boruvchi obunachilarimizni hozirgi kunda zamonaviy ufti bo'lgan yotoqxonalarimizni aylantirib mijozlarga ta'lim berdik. Ko'rib o'zinglar baho beringlar. O'zgacha uslubda dizaynda bo'lgan ko'rib turganingizdek bu yotoqxonamizni sizlarga arzon beramiz. Bu yotoqxonamizda asosan billurdan ishlangan, ichlarga 5 santimetrlik tilla hoshiyalar, chetlariga va o'rtalariga esa 3 santimetrlik tilla hoshiyalar aylantirilgan. Bu parallelda qilingan, yumshoqqina qilib ishlangan. Karatimiz razmeri buni 92 metr. Buni ko'rayotgan bo'lsanglar, palmiumli mexanizmda qilingan, kelariga narsalar solish uchun qilingan. Bemalol kiyimlar bo'ladimi, narsalarni bemalol joylab qo'yib qo'yilsa bo'ladi. Baholasa chiroyli chiqdi. Yo'llarni ham alohida qilib, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana alohida tilla hoshiyalar qilingan. Bu uyimizda hali remontlar tugamaganligini uchun chetidagi strishlarimizni yechmaganmiz. Uni xudo xohlasa remontlar oxirigacha tugagandan keyin yechib olib tashladi. Sizlarga ham shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, nomerlarimizni eslatib o'tamiz. 93 527 36 46. Rahmat hammanglarga. Yo, this your body, you put in my heart for lockdown. Let me no. Baby, gon' give me your lo. Let me like Baby, gon' give me your lo. Yo, you feel like Baby, gon' give me your lo. Let me like
hurmatli mijozlarimizni, bizlarni kuzatib boruvchi obunachilarimizni, navbatdagi mebelimiz tayyor bo'ldi. Uni baho beringlar. Mana zamonaviy uslubdagi yotoqxona mebeli ko'rib turganingizdek, high-tech uslubda ishlangan. Ishlagan baho beringlar. Ishlagan mos bo'ldi. Uy egalarini bizlarga dizaynlarga mos qilib ranglarni tanlandi, materialdan bo'lishi materiali chiroyli chiqdi. Hop. Kanalimiz razmeri 2x80 ko'rib turganingizdek, yo'llari ham yaxshi qilib ishlangan. Alohida tebalariga, aqlariga e'tibor berishlarini so'raymiz. Mana keyin har bir chizuvlar o'z joyiga tushgan. Hop, sizlar bilan o'sha Instagram tanishtirib chiqdim profillarimizni. Qanaqa taklif, savol-javoblar bo'lsa bemalol yozishingiz mumkin kommentariyaga. Mana Telegram kanalimizni ham bemalol tanishib chiqsanglar bo'ladi, obuna bo'lishingiz mumkin. Zamonaviy mebel. So'la bo'ladi. Kerak payt dam oladi, isitib qo'yish imkoniyati bor. Pufiki razmerlari tayyorlangan. Geçebilir. Tamam. Geçecek. Bitti bizden. Ha? Nima bo'pti?
Hop qaradim. Nima qilishimcha? Hozir kim qoldi? Alo. Qo'yib beraman. Uchkana. Andras formula dotdi. Salomat bo'larkansiz. Qaysi? Tamam qo'ying. Yuqoridan ham telefonlar bo'lib turadi shunaqa. Oldin shunaqa mebellarni tayyorlash jarayonlarini sizlar bilan birin-ketin ko'rib chiqamiz. Har biri mana ehtiyotkorlik bilan mexanizmini qotiramiz. Oldingmi? Yo'q, endi ochilyapti. Tasini oldimmi? Mana mexanizmlarini ham ko'rishingiz mumkin. Shu unutchiydi mexanizmlari. Qaysini keyinga qo'yaramiz. Tani yerda turganini keyin qo'yishimiz. Yaxshi chiqmasin. Qo'yib bermasin. Qo'yib yaxshi. Keyin turmaydi. Qarashga o'zgargan shunga qo'yishi. Mana buni tekshirib ko'rish kerak. Boy o'sha joyisiga ketsin. Harekatdan to'xtamaymiz. Millimetre farqsiz millimetre. Bu ham tozasini sotamiz. Qo'ydimmi? Samarali. Ana shu rangli bo'ladi. Reklamani olib tashlab yengilman. Ham jiljiq ovoz so'raydi. Endi talashgan ne buyursa? Nima tilaysiz hozir? O'ziga ajralib
ular o'zi shunaqa edi. Privatiy narsa. Hayotda emas. Valdir. Chingisdan etkanda bormi? Kommentariylar o'qib o'chirib qo'ydimmi? Просто bosib qo'ydim. Yavsi yo'q. Mana shunaqa mexanizmlar qotiriladi-da. Keyin mana shu rolikda kupe bo'lib yuradi mana. Kupe ish qilib. Mana shu izida o'sha g'ildiragi yuradi. Shu holatda. Kimdirlarga kupe yoqadi, kimdirlarga eshik. Kupe joy egallamaydi. Mana bunaqa tor joylarda qo'l keladi. Ko'rish. Kopimizlarni ham tepalari splashni qo'ygan katta qop. Salom, xayrli kun aka. Qo'linglar dard ko'rmasa rahmat. Sizga salom. İlvaramız ha? Bu da Hoffman mıdır bu? Hoffman peçlerden oluşuyor. Yağ yaptıran mı? Ne tıkalım? Tıkalım. Yok, hayır, daha Hayır.
Ha, aka, hunariylarga. Tayyorlangan mebel stansiyaga edi. Xayrli sizlarga to'yimga olishim uchun. Hop. Biz Toshkent shahrida Uchtepa tumanida ishxonamiz. Hozir bu mebelimizni presiviga qo'yamiz. Mebellarimizni narx-navosi razmeriga qarab, qanaqa dizayn xohlashingizga qarab chiqadi. Variantlar bizning Instagram, Telegram nomerlarimiz bor. Nomerimni yozib qo'yganman 94 600 0019. Telegramdan yozsangiz sizga variantlar tashlab beramiz. Bemalol. Nima xohlayotgan bo'lsangiz, narx-navolarni gaplashaversak bo'ladi. Hozir ishtamizni prямой efir yoqib qo'yganmiz. Javob berishimiz sal qiyinroq. Bu yerda qarang, bu общийga gaplashilgan mana shu hammasi. Alohida. Shunday bu yerda shkaf bor, bu yerda spalniy krovat, mana bu yerda prixoshka, oshxona mebeli bo'lyapti. Sizga nima xohlashingizga qarab chiqadi. Mana shu kravatimizning o'zi narxi $500. Mana shu kravatning o'zi. Polsha materialda bo'lgan, yo'llari ham mягкийda. Yo'llari ham mягкийda, porolonda bo'lgan, ortopedический matrasi. Keyin bu yana sandolya ochiladi, tagiga narsa qo'yish imkoni bor. Hop, komplekt olaman desangiz, shu 1,5 milliondan oshishi mumkin. Chunki bizda zakaz asosida chiqadi, kanaver emas, bozorga ishlamaymiz. Shu uyga moslab, ranglarini, razmerlariga moslab tayinlanadi. Keyin mana shu kravatimiz ham har xil fasonda chiqaveradi bizda. Bu variantlarni Instagramdan ham ko'rishingiz mumkin. Profilimizda bor. Zamonaviy mebel uz. Bo'lmasa classmebel.uz Instagramimizda. Nomerimizga ham bemalol yozib profillarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Storylarda qo'yganman. 600 0019. Tuhan mebellari hammasini olib kelganlar. Bu tuman goloki ham mana shu yerga moslangan. Boya ko'rsatdim. Bu divonimizga ham kravat holati keladi. Mana shu joyda stol bo'ladi. 1.20-70 lik. Mana bu 1.30-2,5 metrlik shkaf qo'yganmiz. O'zingiz qayerdansiz? Biz Toshkent shahridamiz. Viloyatlar bo'lsa, viloyatlarga borib ustunovka qilib bera olmaymiz. Faqat Toshkent shahrida zakaz olamiz. Bo'ldimi? Oboldinglarmi? Bormayapti. Charchamayapsizmi? Katta komanda ishlayapti.
Oldin 2 yakka bir xil qilay, yaxshi qo'yingmi vaqtiki? Oldimi? Oldida eshik bor-ku. Hop. 2 yakka taqalsa qo'yingmi? Birov gap. Pichoq oldingmi? Yo'q, jo'man mana. Bizdan. Endi bu razmerlar shu xonadonga o'lchangan. Sizlarga bu razmer to'g'ri kelmasligi mumkin. Hammani uyini razmeri har xil. Shunga qarab, o'zinglarning uyinglarni razmerini bilsanglar, shkopinglar razmeri balandligi, enini bilsanglar, yozinglar, mana nomerlarimizga hisoblab aytamiz. Zakaz bo'lgandan keyin har xil razmerda chiqaveradi. Bu qilingan ish boshqa xonadonga tushmasligi mumkin. Shuning uchun zakaz. Endi bu Andijonda usta borlar, Ulug'bek degan usta. Borib kelsin keyin. Yaxshi mashina. Tut teshikka. Men Cobalt chiqasan, cho'nqib ketasiz. Yo'q, qulog'ingizdan oyog'ing cho'nqiysan. Mana Bekobodda Sparkda bor, mazza qilindi. Saklar. Bizda shunday bo'ldi, ikkita. Bu yoqda ishimiz tugadimi? Yo'q, filialimizda yo'q, Andijonda. Nima qoldi? O't fasadini qilsak bo'ldimi? Asosiy ishini qilyaptimi? Svet yoqib bering. Rossiyskiy bo'ldimi, statistika? Yana bitta bor, Abdurasanmi? Kerak yo'q. Qaysi? Menga yo'qmi? Yo'q, kerak oxirida. Ortiq qolsa bor, sira. Qaysi nima qolmoqda? Olamizmi?
Matga mulohazalar. Lutchida qani Lutchida? Oyna qayerga tarafda bo'lyapti uniki? O'ng tomondami? Oyna yo'qmi? Oyna yo'q. Hop. Kiyori qayerda bo'lyapti? Bir yori. Mashina biror yoqda, ikki yoqda. Uni ikkita barmoq qo'yasiz. Yo'q ekan. Temir yo'qmi? Temir yo'q unaqa, temir bor unaqa.
Ekran o'zi pasaytirib qo'ysin. Ekran. Pastda turibdi-da. Ha? Doğru, pastda. Yo'q, mana shu batareya yetib kelgan bo'lsa 3% bo'libdi-da, o'shanga. Ekranda o'zim yo'q. Xo'p, shu bilan premyer ishlarimizni zaryadkan qilib qo'yaychi. Poyez o'tib Tam to'lib tushgan zaryadkasi.